Assalomu alaykum. Bizani kuzatib boruvchi YouTube kanalimiz a'zolari. Bugungi manzilimiz Yunusobod tumani, Hasanboyda bo'ldi. Betonkadan taxminan 2 kilometr kirasizlar. Tursutu 7 ta xona, 2 ta oshxona, 2 qavatli binomizda 100% podval qilingan. Videoda ko'radigan mebel texnikalar xudo xolisa hammasi qoladi. Kelib ko'rish kerak, yo'qsa xudo xolisa baraka qilish kerak. Azgina asvijit qo'radigan bir ikkita ishlari bor ekan. Ko'rib turganinglardek kafillar azgina ko'chgan, shularni to'g'irlash kerak. Va uy ichida azgina etta-betta ko'chgan aboylar bor ekan, shularni to'g'irlab olsa bo'ldi. Lekin joyimiz juda ideal, ko'cha keng, огородlari bor ko'chada ham. Xullas keseli joy ko'rsanglar, lokatsiya juda zo'r yoqadi. Ikkita mashina bemalol, uchinchi mashina ham bemalol sig'ib ketadigan joy. Uyimizni ko'ryapsizlar, zo'r. Qo'ni-qo'shni bir-biriga uy ko'rinmaydi. Eng zo'r tarafi ota-ona bilan turadigan insonlarga juda zo'r ekan. Oshxona, o'tiradigan joy, как zal, spalni, burchakda sanuzel qilingan. Ichida chachagin ham bor, unitaz ham bor. Juda zo'r qilib qo'yishgan ekan. Bu yerda yoshlarning o'zi yashayveradi. Oshxonasi ham отдельно qilib qo'ysa bo'ladigan variant qilingan ekan. Xullas, video davomida hamma yoqni ko'rsatib ketamiz. Birinchi etikni ko'rsataman. Keyin 2 qavatli bino kiramiz. Videoning oxirida xudo xolasa narxini yozib ketaman. Videoni oxirigacha ham ko'ringlar, like bosinglar. Qismida uyimiz, bu zal qismi yoki dam olib o'tiradigan joy. Qaranglar, bu joy ko'proq oyijon dodajonlarga juda zo'r ekan. Konditsioner qo'yib yuborish kerak tepaga. Bu yerda televizor ko'rib, choy ichib o'tiradigan joy qilib berasizlar. Zo'r o'ylaganda mana shu narsa kelib chiqadi. Bitta yotoqxona qilib berasizlar. Ketidan shunday tayyorgina ko'plik bo'ldi qilingan ekan. Sanuzildan xohlasanglar chachagin ishlatasizlar. Xohlasanglar unitaz ishlatasizlar. Dushoy qilingan. Masajnilar ham qo'yilgan ekan. Bu yerda bir ortiqcha narsa turadigan garderobni xona qilib bersanglar ham bo'ladi. Bitta oshxonani ko'ramiz. Podval qismiga ko'chadan tushirar ekan. Hop, qaranglar, podvalimiz полный. Mana shu bitta atseka deymiz, bitta. Endi buni minus demayman. Patologini gipsokardon bilan tushirib, sal pastroq qilib qo'yishgan ekan. Brus aksonli podval balandligi. Shkaf. Katenniy xonamiz qilingan ekan bu yerga. Ko'rib turganinglardek, bemalol ortiqcha narsa yoki bolalar o'ynaydigan joyi, darsga o'tiradigan joy. Bolalarga bir ikroy qilib qo'ysa bo'ladi. Yana bitta xona. Yonida yana bitta отдельный xona qilib qo'yilgan ekan. Navodaga podoldan unumli foydalanmoqchi bo'ladi bemalol. Zo'r ekan, kattagina. Tepalarni ko'ramiz. 2 qavatli binoga kirar ekanmiz. Endi bunaqa kirishga, bunaqa dizaynni bir 2010-yillarda juda ko'p hit bo'lgan. Bunaqa dizayn qidiradigan mijozlarimiz juda ko'p. Qarang, shunday eshikdan kirib kelasizlar. Ayniqsa tepada yozuv vashcha zo'r ekan. Shunday eshikdan kirishinglar bilan katta hol kutyapti, qarang. Ziniga chiqib turish Mahmud. Kirganni baribir ko'zinglar bilan ko'rsanglar boshqacha ko'rinadi. Juda bagati chiqqan. Ko'rib turgan barcha mebel texnikalar qoladi. Navodaga Comax firmasini domofonlari ham qo'yilgan. To'g'rida zalimiz bo'lgan ekan. Zal ham kattagina. Chap qo'limizda ikkinchi oshxonamiz, etek qismida yana bitta oshxonamiz bor. Mebelga bitta ahamiyat beringlar. Yaxshi sifatli mebellar qilingan. Sababi okamlar o'zlari mebelchi bo'lganlari uchun uyga eshik, mebel juda sifatli va yaxshi narsalar ishlatilgan. Ko'rib turganinglardek cho'plik pul, hamma narsa bor. Kelish kerak, olish kerak, yashab olish kerak. Bu yerda sanuzilimiz. Sanuzilda mana chirog'ini qo'yib, yaqinda yangilagan ekanlar. Ko'p vaqt bo'lmabdi. Oynalar bor. Ikkinchi qavatni bitta ko'rsataman. Xudo xolasa videoning oxirida narxini aytib ketamiz yoki описаниеda yozib ketamiz.